keleyli. Birisi, men birisini Kanada ekte demedim. Mani 100 kıtım dedim, 101. kıtım tekrarlayın. Men Kanada emas. Men bir sizlarga o'xshash bir Uyg'ur. Men Kanadaning bosh ministri emas. Kanada manga qaramaydi, men Kanadani boshqarmayman. Mening qila oladiganim, qo'limdan keldigini Alloh rizoligi uchun butun kuchimni ishga solib, yo'l minib, mushu qarindoshlarning Kanada kelish uchun yo'l manga olayman dedim. Boshdan 4 yildan buyon. Va mening qilganim mushu. Men ikkitanmayman hech kimni. Bu savollardan keyindan qutratqi gaplar chiqdi. Bu insonlar unda qilmanglar. Men hech kimni Kanadaga ekitmadim dedim. Ekitmayman chunki. Hech kim ekitmaydi. Hatto Justin Trudeau bosh ministrim ekitmaydi bu yerda. Kanada diktator davlat emas. Bir odam men ekitaman deb bir odamni mushkni ekitmaydi o odam ekan. Men bir yerda mushk o'tkazmayman chunki rasmiyatlar olmasa. Shunlashqa bu birisi sizni ekitaman degan bo'lsa yolg'on gap qilgan bo'ladi. Ekitamaydi hech kim. Faqat Alloh rizoligi uchun yo'l minib, mushuni qila oladigan, mush ishni qilish uchun hukumat vazifa bergan insonlar va mush munosabat qonunlar va belgilamalar va qanday sharoitda Kanada qanday insonlar qanday yordam qilish haqida biz shu qonun belgilamalarni o'zlariga xotirlatib ma Uyg'urlar ma kategoriyaga tushdi, mana yordam qilsangiz bo'lmaydi deb yo'l manalaymiz. Bizning qilayotganimiz shu. Shunlashqa men hech kimni ektiman demadim. Hech kimga umid vermedim. Umid bermayman, ammo bo'lgan ishni da'vataman. Men xiyol gap qilmayapman, bo'lgan ishni da'vataman. Chunki bu Kanadada bo'lgan ish, shu Uyg'urlarning tarixidagi misli ko'rilmagan bir ish. Shunlashqa dunyo matbuotlarimi va bizning qarindoshlarimiz inglizcha matbuotlarni bek o'qimaydi. Arslan siz o'qiysiz. Matbuotlarda eng jiq bo'layotgan bir xabar bu. Ya'ni dunyo matbuotlari. Shunlashqa bu kichik bolaning ishi emas. Bundaq qilib buning pushqoqda bo'lgan ish emas. Bu cho'ng ta'sir doirasi bor ish. Shunlashqa mava iniq olsun Mehmet To'xti edemaktanmaydi. Ben edemaktanmadim edi. Hech kimga umid vermedim, umid satmadim. Ama men bo'g'ashni da'vatim parlamentda ma'voldi, 4 yildan beri ma'voldi. Men emili real gap bo'taman. Bu bir.